Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chiqib ketib qolmay turinglar iltimoslardan. Aytdi bittasi juda og'ir holatda ekan. Farzandlari erta tug'ilib qolibdi. Shu akamiz faqat hammadan duo so'rab iltimos qilyapti. Bitta holatini eshitib ko'ringlar-da. Qo'llaringdan kelsa yordam beringlar iltimos sizlardan. Aka chiqing. Mani o'layin deng, o'layman. Kirgan bo'lsangiz mani o'layin deng. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. To'ngga nimaga 3 o'rinda kiryapsiz? Bilmadim. Telefonim qatib qolyapti. Aka endi ulandik mana. Endi sizni ko'rdim aka. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Ha, shukur aka, yaxshi rahmat. Nima bo'ldi? Aytavering aka. Bu yerda hamma aka uka, opa singil gaplashaveramiz aka. Nima yordam bo'lsa qilamiz, xudo xolasa aka. Aka, shu aka ukalar opa singillardan duo so'raymiz. O'tgan hafta payshanba kuni kechki payt boshlangan ish bu asli. Keyin ayolim boshqorong'i edi. 6 oylik bo'lib, dunyoga keldi farzandim. 6 oyga to'ldimi yo hali yetimodimi? Yo'q, 22 haftalik edi. Bu hafta 23 hafta bo'lardi. Juma kuni tug'ilgan sanasiga to'g'ri bo'ladi, 23 haftalik bo'ladi shunda. Kechki payt juma kuni o'tgan hafta kechki payt payshanba kuni ketganmiz. Juma kuni keyin Sejong Chungnamteat degan больницаga olib borgan. Katta xalqarosiga. Keyin u yerda saharga yetib bordik. Payshanba kuni yetib borgan bo'lsak, juma kuni obedda keyin dunyoga keldi. Endi hozir shu kungacha yaxshi edi. Bugun ertalab borib ko'rib keldik. Borgan paytimiz bola bugun ertalab 6 dan deyapti, peshob chiqarmay qo'ydi deyapti. Ya'ni CD kelmay qo'ydi boladan deyapti. O'g'il farzand edi. Keyin xullas doktor aytayaptiki, undan avval aytdi, doktor kuni qancha cho'zilsa yaxshi, imkon qadar yashash foizlari oshib ketadi deyapti bolani. Keyin xursand bo'ldi eshitib. Hamma narsaga tayyor turganim o'zi asli. Sababi